Larda reklama qilishni davom etamiz. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Alfa va biz hozirda yangi serverdamiz. Funny Messe serveri. Bu server oddiy server emas. Bu avvalgidan qaraganda ko'proq o'yini bo'lgan server. Xullas bu yerda aytib Bedwars, Skyward, Buildfafa, SkyPvP va Vyjivaniyalar, Anarxiya, Grif va shunga o'xshash boshqa o'yinlar. Biz esa hozirda qaysiga kirsam bo'ladi? Tanlaydi ferma ham bor ekan, prison ev quruvchilik va xullas bilmadim. Qolganlari ham normal onlayn o'yinchilar ham ko'p ekan. Faqat Grifsizga nimagadir onlayn o'yinchi kam. Biz esa hozir qaysiga kiramiz? O'tgan safar Fireball Fight o'ynadik. Bu safar esa Bedwars o'ynaymiz, mayli. Kim nima desa desin, biz Bedwars o'ynaymiz. Mana do'stlar, biz Bedwars'damiz va bu yerda tishkalarni qaranglar. Shoshma. Ronaldo 123. Mana do'stlar, biz Bedwars'ga kirib oldik va bu yerda qizil bor, qora bor, globi bor va yana yashil va sariq. Biz esa ko'k rangli ekanmiz. Qoni biz hamon yuta olamiz. Bu yerda lootlar. Meni qilichim. Bu yerda birinchi qilinch bermaskan. Yomon ekan bor-ku, nimaga qilich bermaydi? Bu kuchaytirgich. Bu esa magazin. Magazindan qilich sotib olamiz. Oddiysidan oltinga pulimiz yetmaskan. Mayli va bizga ko'proq blok kerak. Blok. Va böyle qolgan yana nimalar olsam bilaman. Menga qaychi kerak. Qaychi menimcha 20 ta edimi? Esimda bo'lsa, mana bitta temir qilich olamiz o'zimizga va qaychi 30 ta ekan. Mayli bo'lmasam o'zimizga blok olib boramiz. Mana endi osta-osta yo'lga chiqaylikcha birinchi kravatda o'raymiz va keyin yashilga boramiz, chunki biz yashilni yomon ko'ramiz. Mayli yashilga qurib osta-osta ketaveraylikcha. Sichqonchaning o'rtasi ishlamas ekan. Yaramas ekan. Yaramas. Voy ablah. Bu yerga yashil brachka qurib kelmoqchi-ku, mayli teparoqdan davay. Qoni, olmoslarni olyapti, yaramas. Olmoslarni uxlatishga qo'yolmaysanmi? Qanday vijdonsiz odamsan? Vaqtga brachka. Vaqtga. 3 zarbada o'ldi, lekin meni deyarli ko'p jonim ketmadi. Bor yo'g'i 3 ta, 4 ta jonim ketdi. Esimda bo'lsa qilichni kuchaytirish 4 ta, 8 ta, 5 ta qanday vijdonsizlik, mendan bor yo'g'i 4 ta bor. Mayli bu sandiqqa solib qo'yaylik. Agar men o'lib ketsam, uni hech kim ola olmaydi va olma va TNT blok. Qoni yo'lga chiqdik. Asta. Qanaysiga o'zi odatda ishton bilan paypoq berish kerak edi. Nimaga bu bosh kiyim olgan? Yana qoni ishtoni. Qoni paypoq buni. Hay shustiri. Lekin men ham shustiraman. Tagimdan indirib tushirmoqchi bo'lyapti. Yore. Mayli tepasiga tushirib yuboradi. Mayli tezda kravatini sindirish kerak. Tenta qo'yamiz. O'ranib qolamiz. O'lding bitaloq. O'lding. Ana do'stlar, biz bittasini o'ldirdik va nihoyat 7 ta raqibdan bittasini yo'q qildik. Yana 6 ta qoldi. Buncha ko'p narsalar. Biz yetarlicha instrument qilib oldik. Endi izmurud olish kerak. Agar esimga bo'lsa, ana izmurudda ham 2 ta edimi? Har bitta bronyasi esimga qolgan bo'lsa. Bu yerda 8 ta bo'lsa biz full bronya olishimiz kerak. Lekin bu yerga mendan oldin ham odam kelganga o'xshaydi. Masalan, mana yonimda turgan qizil bo'zaklar bu qizil o'yinchi kelganini bildiradi. Va bu yerda 5 ta, 6 ta, menda 6 ta bo'ldi. Agar yana 2 ta bo'lsa, bemalol bazamizga qaytib full set olardik-da, hammasini yorib taylar edik. Lekin stop, hozir men bu yerga nega keldim? Almazni nima qilaman men hozir? Lekin bu savollar javobsiz qoladi. Qoni meni o'zi birontasi kuzatmayaptimi?
Shu yaqinda o'yinchining ovozini bittasi mana ikkita. Bular qachon olmos qilishga ulgurdi? Qo'yingasani. I i i i voy garang. Bu meni ayb emas, shunchaki qo'lim mishkaga bosilib ketdi, lekin ikkalasi ham blogim ham kam, endi nima qilaman? Bu to'g'rimdagi sariqma bu, shuni bazasiga borish kerak. Agar qurib bora olsam edi, blogim yetsa edi. Ish bo'lganda bitta portlatgichim bo'lsa edi. Hech kim kuzatmayapti, davay. Yetmaydi, endi u yerdan terib kelishga to'g'ri keladi. Mayli borib terib kelamiz. Bitta oldim. Yo'q, mayli bunisi ham. Oldim. Chiqib tushib ketmaydi demoqchi edim. Baribir tushib ketdim, ha. Nasal yechib tashay, musorga qaytmasin. Stop. Sizlar ham buni ko'ryapsizmi? Qo'lim sinibdi. Kim sindirdi meni qo'limda? Qaysi vijdoni yo'q odam sindirdi? Mayli do'stlar, biz endi videoni shu yerda tugatamiz. Qonun lobbiga qaytish ham mana. Mana do'stlar, videomiz ham shu yerga kelganda o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlar esa kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Biz tezda 100 ta obunachiga ega bo'lishimiz kerak. Va yana aytmoqchi, menga bu Bedwars unchalik ham yoqmadi. Qandaydir g'alatiroqmi? Boshqa serverlarda Bedwars qaytam yaxshiroq. Lekin buni boshqa o'yinlar ham juda ham qiziqarli. Mayli gapni ko'paytirmaymiz. Sizlar ham iltimos kanalga obuna bo'lib qo'yish umuman esdan chiqmasin. Like bosish esa vashchi esdan chiqmasin. Hammaga xayr, sizlar bilan Alfa. Va bu yerning o'ng taraf tepasida mana serverda linki, to'g'rirog'i IP'si. Salomat bo'ling.